Assalomu alaykum. Alaykum. Samarqand shahri Sakdiyana massivi Al-Buxoriy mahallasidan 44-domda turuvchi, yashovchi Abdu Samatov Shodiyorjon siz bilan bog'landikmi? Albatta. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz, sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, kattakon yaxshi. Shodiyorjon, avvalambor erta tongdan sizni bezovta qilganimiz uchun uzr. Bugun sizni Shukrona kuningiz, tavallud topgan ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat, kattakon. Bugun sizni tavallud ayyomingiz munosabati bilan xursand qilish, erta tongdan yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida Telegram ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan syurpriz tabriklar loyihasidan siz uchun kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Siz bilan muloqotda Sitora A'zamova bo'laman. Bugun sizni jondan aziz yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, bu dunyoda juda ham eng yaqin insoningiz bo'lgan yaqinlaringiz tomonidan tabrik xatlar, dil izhorlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, bu sirli inson kim bo'lishi mumkin? Manimcha uydagilar bo'lsa kerak, birontasi. Kimdan ko'proq kutyapsiz? Marhamat, taxmin qilib ko'ramiz. Menimcha ayam bo'lishi mumkin yoki singlim bo'lishi mumkin. Yana taxmin qilamiz. Singlim deb qo'ydim. Topolmayapsiz? Unda bilmadim lekin. Uydagilar lekin. Eng ko'p kim bo'lishi mumkin? Xayolimga kelgani singlim bo'ldi lekin, boshqasini bilmadim. Bugun sizni jondan aziz yaxshi ko'radigan inson, sizni yoshligingizdan oq yuvib oq taragan, sizni dunyolarga alishmaydigan, albatta danagidan mag'zi shirin deya asrab avaylaydigan otajoningiz Abdusamad otajonimiz hamda onajoningiz Masuda hoji onajonimiz nomlaridan tabriklash maqsadida telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshiryapmiz. Kutilmagan ona bo'ldi. Rahmat, kattakon. Sizni onajoningiz, otajoningiz yoshligingizdan oq yuvib, oq tarab mana shunday kunlarga olib kelibdilar. Siz uchun atalgan, juda ham go'zal bo'lgan tabrik xatlari, dil izhorlari ham onajoningiz nomidan kelgan ekan. Agarda sizni qimmatli bo'lgan vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu tabriknomalarni Allohim qodir qilguncha siz tomon yetkazib bermoqchiman. Albatta, demadim. Unda yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum. Barcha uchun doimo mehribon bo'lgan, qadrli bo'lgan, jannat yuzligim, mening mehribon o'g'lim. Bugungi tavallud ayyomlaring bilan seni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. O'g'lim, har doim xalqimizning ardog'ida, elimizning duosida, Robbimizning panohida bo'lgin. Men seni dunyo qadar yaxshi ko'raman. Mehribon o'g'lim, seni dunyolarga alishmayman. Mehribonim, seni jonimdan ham ortiqroq yaxshi ko'raman. Baxtimga doimo salomat bo'lgin. Allohim umringni uzoq, rizqingni butun, martabangni esa bundanda ulug' qilsin. Qalbingdagi jamiki ezgu niyatlaringni ijobatini ko'rishingni albatta tilakdoshiman. Mehribonim, jannat yuzligim, yaxshiyamki bu dunyoda borsan. Hech qachon kasal bo'lmagin. Men seni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Mehribonim, hayoting davomida baxtlarga, shodliklarga to'la bo'lsin hayoting. O'zingni biz uchun ehtiyot qilgin. O'g'ilginam, mehribonim, Allohim sening barcha ishlaringga rivoj bersin, baraka bersin. Diydoring og'ishida har yili birgalikda tavallud ayyomingni oila davrasida, dasturxoni boshida nishonlashimizni Allohim nasib roz aylasin. Mana shunday ulug' kasblarni egallayapsan. Hozirda eng buyuk bo'lgan har bir
farzandni orzusi bo'lgan medunusda o'qib kelyapsan. Allohim mana shunday kunlarga yetkazganiga mingdan ming shukrlar, hamdlar bo'lsin. Inshaalloh yuzing har qachon har yerda yorug' bo'lib, omon boshingni Allohim joy namozlardan o'zga joyga egib qo'ymasin. O'g'ilkinam, sendek o'g'ilni onajoni ekanligimdan doimo faxrlanaman. Senga bo'lgan ishonchim cheksizdir. Aziz insonim, baxtimizga doimo sog' omon bo'lgin. Ishlaringni Allohim rivojini bersin. Yaratgan Allohim oilamiz uchun to'kayotgan har bir peshona tering uchun jannatlarda sen uchun dur bo'lib yog'ilsin deyman. Mehribonam, o'zingni doimo biz uchun ehtiyot qilgin. Men sen bilan har doim faxrlanib, g'ururlanib yashayman. Seni orqangdan yaxshi so'zlar eshitishni doimo xohlayman. Sen bizning ishonch tog'imiz, suyanch tog'imizsan. Albatta sen ham bizni ishonchimizni oqlaydigan, jamiyatda o'z o'rnini topgan, halol va doimo elimizga, yurtimizga xolisona xizmat qiladigan yetuk shifokor vrach bo'lib yetishingni Allohimdan so'rab qolaman. Mehribon o'g'lim, tavallud kuning shukronalik, shodiyonalik ayyoming muborak bo'lsin. Men seni juda yaxshi ko'raman. Anqonning urug'i menga qarindosh. Dard to'lib ketganda topilmas bardosh. Nokasu nomardga hech egmasin bosh, bolamning omadin bergin Xudoyim. Bir o'zi 10 taning o'rnini bossin. Duch kelgan alamning bo'ynidan ossin. Har doim eng yaxshi kunlarni ko'rsin, bolamning omadin bergin Xudoyim. Jonim bolam, biz seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Ishlaringni rivojini bersin Allohim. Bizni baxtimizga seni Allohim doimo asrasin deya sizni jondan aziz yaxshi ko'radigan onajoningiz nomidan mana shunday go'zal bo'lgan tabrik xatlari yetib kelibdi. Ayni fursatlardan, ayni daqiqalardan foydalanib sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat Shodiyorjon, sizni birgalikda eshitamiz. Albatta mana shunday tabriklaganlar uchun o'zimga rahmat. Tamam. Ota-onamning hayotida o'rinlari beqiyos albatta. Mana shunday tabriklaganlar uchun juda xursand bo'ldim. Kutilmagandan to'g'risi. Boshim o'tga xursand bo'ldim. Rahmat aytaman ularga. Minnatdormiz. Doimo mana shunday oila a'zolaringizni mehr muhabbatida, ardog'ida bo'lishingizni tilab qolamiz. Tavallud ayyomingizni erta tongdan yaxshi kayfiyatda boshlab, inshaalloh jigarlar yaqinlar davrasida takrorlanmas va hech qachon unutilmas qilib o'tkazishingizni tilab qolamiz. Siz uchun barcha yaqinlaringiz, onajoningiz, otajoningiz nomidan mana shu tarona yangraydi. Salomat bo'ling. Sog' rahmat. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim.
Davud bolam ularga ko'p o'qib yasha durud bolam uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam borgan sari shirinliging ortib borar mehrim meni sen tomonga tortib borar bolajonim beg'uborim kundan kunga endi seni zo'r kelajak kutib qolar otangni bor boyligi san jon o'g'lim shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim seni bergan xudoga ming shukrlar ey isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim seni bergan Allohga ming shukrlar ey isming kabi bo'l